va aytdiki, birodar, sizga tarsaki tushirgan yigit menman. Siz o'sha kuni men ortimga qarab yurayotgan vaqtimda ishlarni natijasini, jazo yoki mukofotni siz Allohga topshirdingiz. Sizni urganimdan taqriban 6-7 kundan keyin oilaviy ayolim, bir qizim, 2 o'g'lim bilan yo'lda yurayotgan vaqtda katta mashina bizlarni ko'rmay qolib siqib yuborib yo'ldan chiqarib tashladi. O'sha mashinada omon qolgani menman dedi. Ayolim, qizim, 2 ta o'g'il farzandim joyida ular vafot etishdi. Shularni marosimiga bir ehson qilyapman dedi. Mana shu 2 ta qo'chqor o'shalarniki dedi.